O'zbekistonlik bola Sankt-Peterburgda politsiya mashinasini yoqib yubordi. 15 yoshli o'zbekistonlik bola tomonidan yoqib yuborilgan ДПС mashinasi tasvirlangan video paydo bo'ldi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, u Obvodnoy kanali qirg'og'idagi yo'l politsiyasi binosiga benzinli kanister bilan kelgan. U buni messenjer orqali muloqot qilgan noma'lum shaxslar ko'rsatmasi bilan qilgani aytilmoqda. O't o'chiruvchilari yong'inni tezda o'chirishdi. Hech kim jabrlanmagan. Bola hibsga olingan. Hozirda jinoiy ish qo'zg'atish masalasi ko'rib chiqilmoqda. O'zbekistonlik bola Sankt-Peterburgda politsiya mashinasini yoqib yubordi. 15 yoshli o'zbekistonlik bola tomonidan yoqib yuborilgan ДПС mashinasi tasvirlangan video paydo bo'ldi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, u Obvodnoy kanali qirg'og'idagi yo'l politsiyasi binosiga benzinli kanister bilan kelgan. U buni messenjer orqali muloqot qilgan noma'lum shaxslar ko'rsatmasi bilan qilgani aytilmoqda. O't o'chiruvchilari yong'inni tezda o'chirishdi. Hech kim jabrlanmagan. Bola hibsga olingan. Hozirda jinoiy ish qo'zg'atish masalasi ko'rib chiqilmoqda.